Assalomu alaykum akalar. Sizlar YouTube'dagi Ahmadjon kanalini tomosha qilyapsizlar. Akalar, mana shu 2063 kapitallar egasi nomeri. Kapitallarimiz Andijonda qum bozor bilan. Yana ham hali anaroq bo'lsa, buni aeroport oldirog'ida. Agar uzoqroqdan keladiganlar bo'lsa, shu yerda kapitallar sotiladi. Hammasi sotiladi. Bu yerda 80 tacha bor ekan. Hozir 40 tacha qolgani deganda, hozir yana nechta qoldi ekan, to'shni anaqasini bilmadim, lekin bor. 40 dan u yoqda bor. Hammasi sotiladi. Pullari shu o'ziga qarab, endi $100 jupini 1,5 million ham sotibdi, $100 dan ham sotdim dedi. Donasini $100 ga, jupini 1,5 million qilib ham sotdim dedi. Hammasi sotiladi. Uchirilmagan bular. Ular bitta akamiz yiqqan ekan, bu yoqdan kelib, endi ular sotadigan bo'lib qopti. 80 tacha bor ekan. Rasa ko'p ekan. Keyin hozir sotib, shu 40 tacha devodi yana sotgan bo'lish kerak. Ular hammasini yo'qotyapti. Gapni ochig'i. Sotish kerak. Agar qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Kapitallar shu Andijonda. Endi uchirilmagan. Valerda turgan kapitallar bo'lgan. Endi ucham deganlar uchun. Endi ular uchmasa ham bolasi uchishi mumkin. Endi qimmatga olgan odam ko'pchilik uchirmaydi-yu. Kapitalni ko'ringlar akalar. Hozir buni o'tib ketdi-yu, rasm qo'yib qo'ydim, Telegramda kanalimga qo'yib qo'ydim. Ahmadjon deb istasalar chiqadi. Unga o'tib qo'shilib qo'yinglar. Agar kimdir xohlasa Telegramdan ham kuzatib tursa bo'laveradi. Kapitallarga keladigan bo'lsak, endi yoqqanini tanlab, skrinshot qilib tashlasanglar bo'laveradi Telegramdan shu akamizga. Egasiga. Keyin narxini aytib, anaqa qilib beradi. Lekin addenni bitta videosi yo'q akalar menda. Mana shu videosi bor. Endi ko'pchilik endi ba'zi Rossiyadan ko'radi, kimdir boshqa shahardan ko'radi. Monos yo'q desanglar, yonidan ham video qilib beradi. Xohlasanglar borib ko'rib olinglar. Qanchalik usti borib ko'rib olsanglar shuncha yaxshi. Keyin anaqa ekan, manaqa ekan degan gap so'z bo'lmaydi. Imkon qadar borib ko'rib olgan yaxshi akalar. Sochlar o'zi soch baqadiganlar biladi. Xullas, kapitallar yaxshi ekan, menga ham yoqdi akalar. Kapitalni ko'ryapman, ustidan olyapti. Yaqinda bitta akamiz gapirdi ekan, tagidan olinglar kapitalni dedi. U gap ham to'g'ri. Kapital sal teparoqdan olsangiz yaxshi ko'rinadi hali. Kichkina kapital ham katta bo'lib ko'rinmaydi tepadan olsangiz. Lekin hali fondoqqa qo'yib turib, stolga qo'yib turib tagidan olsa, kichkina kapital stolgalik ko'rinadi. O'shaning uchun aytib qo'yapman. Endi hamma har xil oladi, lekin hozir bu olinganda yaxshi olinibdi lekin. Hozir mashina hozir yo'lda yurib ketyapman, to'g'risi. Stoykaliklar ko'p ekan. Oxirida turib chap qo'ldi. O'sha ham stoykasi yaxshi ekan. Bu kapitallar boshqa joyga ko'chganda, akalar o'shaning uchun o'zini ham ko'rsatmaydi. Bular bitta uyda turgan kapitallar, Valerda, katta Valerda. U videosini qo'ymadim. Lekin o'shaqa Valerda turgan. Bu yerda boshqa ko'rinadi, boshqa joyga borsa kapital boshqacha ko'rinadi. O'ziga kelgandan keyin, hali moslashgandan keyin yana ham o'zini ko'rsatadi. Endi u videosini qo'yib qo'ysam, bu yerda u bor, u ko'p sotilgan bo'ladi, boshqa bo'ladi, o'shaning uchun bu eski uyda yana qo'yganim yo'q. Keyin bu akamiz olib sotmayapti lekin. Ular sotib beryapti. Ular uka sotadigan bo'lib qoldi dedi, sotib beryapman dedi. Imkon qadar ish kanaliga qo'yib qo'ying dedi. Endi men ham qo'ldan kelgancha akalar. Sizlar ham yoqqani istaganlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Kimgadir yoqsa
lekin hali kimdir bir par qilib bering degan bo'lsa, menimcha bir par ham qilib beraveradi. Mana deb tanlasanglar, o'shani bir juft qilib beraveradi. Ular bu yerda sotish kerak-da. Hali mana juft sotaman degan gapimiz yo'q. Sotish kerak, kattalarni ozaytirish kerak. Men sotish ekan deb hali arzon kirganiga emas, lekin o'ziga qarab, idiga qarab sotish kerak. Kelar shunaqa gaplar. Kam ko'st bo'lsa kommentga yozib qo'yasizlar. Xudo xolasa keyingi safar yana tushuntirishga harakat qilamiz. Endi bularni yoshlarni to'g'risini men ham bilmayman. Yoshi o'rta bo'lsa kerak. Bu eski egasi yiqqan, u yerdan bu yerdan olib kelib yiqqanda ular kaptari. Hali bir-birini ochirmagan adashmasam, shu yiqqan u odam olib kelib keyin ko'paytirgan. Nima bo'lganda, shunaqa qilib 80 ta olib ketgan ekan akalar. Sog' salomat bo'linglar. Bu yoqqa endi quruq qanaqa ketaveradi rasmlar.